Assalomu alaykum aka. 17 Pro Max chexollar ko'rsatib oling. Alaykum assalom aka, ozod bo'ling. Ana aka, ko'ringchi chexollarimiz. Eng zo'r chexollarni shumi aka? Ha, shu aka. Xo'p aka, bunisi necha pul? Bunisi 150 ming so'm beramiz aka. Xo'p aka, shuni bering. Keyin menga aka galovka berasiz. Qanaqasini original beraylikmi aka? Ha, originaldan galovka bering, kamera zashitini bering, steklo bering aka. Bo'ldi aka, ozod bo'ling. Mana aka, steklolar originali, kamera shisha, galovka original aka. Xo'p aka, o'shi necha pul bo'ladi shunda? Bo'ldi aka, galovkamiz 450 ming so'm aka. Hop, Chexolimizni 150 ming qilib berdik, 600 ming so'm, 100 ming so'm, 700 ming so'm, 100 ming so'm, 800 ming so'm bo'ladi aka bizda. xo'p, shunda 800 ming so'm bo'lyaptimi aka? 100 ming so'm bo'ladi. Xo'p aka, buni olib berib turing. Men 17 Pro Max olsam kelaman xudo xolasa aka. Netlagan hayron qoldim. Haqiqat yo'q bu dunyoda. Yo'q, haqiqat yo'q. Izlamang, qidirmang.